Milliy armiyamızning vuzut komandiri, hürmetlik atam Abdulhaq Abduvali Kamal haqqida əslimi. Dadam tug'ilganligining 100-yiliga beg'ishlayman. Abduri Salima A. Kamal. Mening dadam o'ttir bo'yliq, qara qashliq, maxmaldek qo'yiq burtiq kishi edi. 1944-yildagi mustaqillik urushimiz ili inqilobida arg'umoq menib qo'lga miltiq olgan. Basqınçı düşmanni yo'qotishga atlangan bir jangchi, vuzvut komandiri edi. U janubni azod qilishga atlangan qo'shin bilan Muzdavondan qandaq jafolarda oshqanligini so'zlab bergan. Sadir Palvonning kimligini, Qahramon Rizvongulni tunji bo'lib bizga yetkazgan edi. Dadamning butun jamiyatimizni faxrlantirdigan yana bir o'chmas tuhfasi shuki, dadam 11 avlod nasabnomimizni yuragida saqlab, Kamallar jamiyatimizga qimmatli obida tiklab bergan mas'uliyatchan bir insondir. Dadam xatni husn xatdek chiroyli yozadi. Qulg'uchi Ahmadning Divoni hikmat kitobini, Rabg'o'zining Qisasul anbiyosini, Qur'on Karim va hadislarni o'qitdi. U erkakdek qahri bor, dunyoga, tabiatga muhabbati, opamga cheksiz vafodorligi bor bir inson edi. 1961-yildan boshlab barliq kirim manbasi uzib etildi. Shuningdan keyingi jafoliq yillarda 8 qizini butun g'ayrati bilan beqib o'qitgan. Hatto 5 qizini, bir navr o'g'ilni oliy maktablarga umid va iftixorlik bilan uzatgan mehribon, sapoliq bir ota edi. Dadamning ovozi yangroq va yiqimliq edi. Xatmi Qur'on qilsa ta'sirlik mo'ngi bilan yuraklarni titratdi. Helim yodimda. Dadam bizga ili xalq naqshlaridan Vodrixoni yiqimliq yangroq ovozi bilan aytib beradi. Sadir Palvon qo'shiqlarini yodlab beradi. Alam keldi boshimga, tartmasqa nima chora. El yurtim azob chekdi, yuragim pora-pora. Qar kechib to'li mengib, o'tkimni hul qildim. Tashqi malxay kiygizib, dushmanlarni gol qildim. At mindim kurang qashqa, chaptirdim shixil tashqa. Cherik atudu tashqa, Sadir atudu boshqa. Dadam to'xtasa, opam nozugum qo'shiqlarini yodlab ketadi. Anam o'rgan sochimga tag'aq selib baqqan yo'q. 6 oy bo'ldi mang'ili, to'shak selib yotgan yo'q. Dadam ashu yillarda 30 o'g'il mashribining yigit beshi edi. Ismoil Xumar degan og'inisi bo'ladigan. U doim ishigimizning oldiga kelib, mashrabga dadam bilan birga mang'atdi. Dadam Abdulhaq Abduvali Kamal 1921-yili 7-oyning 3-kuni Ili daryosi bo'yidagi Kamallarning bir-biriga tutishib ketgan kangri, buk baraqsan chiroyli beg'ida, ya'ni yozliq turalg'usida dunyoga kelgan bo'lib, Buxoroda o'qib, Damulli unvonini olgan otasi Abduvali Kamalning Ayşe Büyü ismli ayolidan bo'lgan 4 o'g'ilning ikkinchisi edi. Dadamning aka-inilari Büyükratmi yezisidagi 600 mo terilg'u yerni otasi hayot vaqtida qo'llangan egilik boshqarish usuli bo'yicha o'rtaqchiliklarga topshirib berib, kuzda hosulni tang bo'lishgan. Bog' nayt kangri bo'lg'ashqa, aka-ukalarning bog'ni parvish qilish, mevlarni yig'ish setishlarga kuchi yetmay qiynalgan edi. Şu kunlarda Qashqardan yangi chiqqan, ayoli vafot bo'lganlikdan yeshiga to'shmagan o'g'li bilan qiynalib qolgan Abaydulla ismli kishini bog'ga ko'chirib kelgan. U kishi bog'ning parvishiga yordamchi bo'lgan. Dadam bilan opam 1944-yili qishda kichik buvimiz Abdumutali Xalpam Hazratning otadorchiligida G'ulji shahrida nikohlangan. Opam Rahima G'ulomidan Sovet kommunistlarining ziyolilar va boylarni Sibiriyaga surgun qilishi, o'ltirishidan qutulish uchun Sovet tavalligidagi barliq mulkini tashlab, Qozoq yo'lboshlig'uvchini yollab, 1937-yili Qozog'istondan Kunasga qochib kelib, u yerda hasal firmasi qurgan G'ulomiddin Ne'matullo bilan Fatima Ahmulla xonimning qizi edi.
Apam bilan dadam to'ydan keyin dadamning opisi Ayşe büyü momimiz bilan yozda ashu gulzorliq, mevalik cho'ng bog'da, qishda shahar ichi Qozonchi mahallasidagi tutash terak mozodagi qursizda birga yashagan. Keyingi yili dadam milliy armiyaga qatnashgan. Bayanday ofitserlar maktabida qisqa muddat tarbiyalangandan keyin Vozvod komandirlik harbiy unvoni bilan maktabni bitirib, buyruq bo'yicha Aqsu frontiga atlangan. Atamning askarlik hayoti to'g'risida o'zidan anglaganlarim. Men o'zim yaxshi ko'rdigan chilan to'riq etimni minib, 5 atar miltiqimni muramga tengib, apam o'z qo'li bilan yaqqan Peter tug'ash, quruq mevalarni yon xaltamga silib, Aqsuga manganda apam bilan Rahima beg'imizning cho'ng darvozasi oldida menga talmirib qarab uzitib qolgan edi. Bu 1945-yili 8-oyning oxirgi kunlari edi. Biz Tekas daryosi bo'yiga yetib keldik. Atlarimizni yetaklab kemiga chiqdik. Daryoning ikki qirg'og'iga tortib bog'langan po'lat arg'amchiga o'rintilgan choq kemini g'ildirilatib, bizni birdamdili yop-yeshil qirg'oqqa yetkazdi. Rahbarlarimiz Ilxon To'ram, Ahmadjon Qosimlar bizni daryo sohilida kutib oldi. Biz kelgicha sho'rpa qo'rdoqlar tayyorlangan ekan. Daryo bo'yida tamoq yedik. Bakaloshkalarimizga suv to'ldirib, andan tahorat elib sapga tizildik. Ilxon To'ram namozimizni tushirib, uzitib qo'ydi. Biz atlarimizni minib, Muzdovon tarafga yurib ketdik. Men sap bilan billa Tangir tog'larining etaklaridan o'tdim. Tağının yan bağırlarında, muzluq çoqqılarda ba'zida etimni minib, ba'zida uni yeteklab yurib ketdim. Safar nayt xatarlik tağlar orasida, yana kelib yil bo'yi qor erimaydigan tog' qaptallarida, ba'zida tog' cho'qqılarida davom qildi. Bu safarda bizning polkdan 3 jangchi tog'dan atlar bilan cho'nqir jirog'i domlab tushib ketdi. Vozvotumdagi jangchilarning hammasi aman esan Bay nahiyasining chegarasiga kelib to'xtadi. Sanmay turib ayrilib qoldi. Vaqa mundaq bo'ldi. Biz Bay nahiya chegarasiga gugun paytida yetib kelgan edik. Birdamda qorong'u tushdi. Biz dalada bir yerga to'planib, atlarimizning bo'jisini siqimdab, miltiq bilan qamchimizni beshimizga qo'yib, so'zilib yotdik. Yan xaltimizdan nonlarimizni chiqarib, vakalishkularimizga sovuq suv bilan yeb, qo'saqni astarladik. Qistilishib yetib olgan bo'lsaqmi, sovuq jondan o'tib uyquni qochirdi. Shu chaqda Kari o'rnidan turib oldi. "Hey balla, yolg'ondan uxlab olgan bo'vamanglar?" O shundaq deb, qanchalar cho'nqur kan ostiga tushganda atrofni yo'ritishga maxsus ishlatiladigan yuqori gradusliq bir ko'zlik lampushkasini peshonasiga taqab, atrofni ko'zitishga boshladi. "Hey Kari, lampushkani o'char. Hey, o'char deyman." Men varqirab ketdim. Atrofda dushmanning bor yo'qligi haqida aniq ma'lumotimiz yo'q. Chunki chorlug'uvchilarimiz tek xabar yetkazmagan edi. Kari gapimni angladi. Joyida to'xtadi. To'xtadi-yu, orqaga burilishga ulgura olmadi. Tang qilib etilgan bir pay o'q bilan Kari yiqildi. Mergen dushman qorong'u kechida dal uning peshonasida yo'rib turgan chiroqni qorga ilib atgan edi. Bir nechimiz uni ko'tarib keldik. O'q peshonasidan kirib, ming'isini chuvib chiqib ketibdi. O Behmi Qaysar tavakkülçi og'inam edi. Uning yo'l ustida qurbon bo'lishini o'ylamagan edim. Amal yo'q. Urush mezgili bo'lg'achqa ajal beshimizda agib yurgan kunlar edi. Unsiz yosh to'kdik. Tang atqicha hech qaysimiz uxlamadik. Tang suzilishi bilan yo'g'on tashlarni tizib bir qabr yasab, Karini kiyimlari bilan qo'ydik. Andan tashlar orasiga uning harbiychi quloqchisini bostirib, aman eson qaytsak uni tepishga belgi qildik. Atlanishga buyruq berilganda tashlar orasida yolg'iz yotgan og'inamga duo qildim. Qaytganda uni elib ketishga ahd qilib, ko'z yoshlarim bilan xo'shlashdim. Lekin Aqsudan qaytganda uni elib ketish emas, texmi og'ir azobni ko'rdim. Bayni elib Aqsuga hujum qilgan, g'albi bizga mansub bo'layotgan kunlarda hech qanday tushuntirish berilmayla, frontdan chekinish, qurollarni topshirish buyrug'i tushdi.
Urush maydonida shuncha nurg'un sabdoshlarimizning teni yerga chaplashib, qonga milinib yotmoqda. Ularning jon qonlari bekorga ketdimi? Biz buningga hech kimdan qanoatlanarlik javob ola olmadik. Qo'mondonlarimiz buyruq debli gapni uzdi. Vozvotumdagi jangdan aman qolgan sabdoshlarimning ruhi tushib ketdi. Jang maydonidan chekinadiganligimizga gumon qolmagandan keyin kallamda bir plan qurdim. Yaqin sabdishim Asim g'azabdan yerilg'udek bo'lib o'tadi. Men uni chetga tatdim-da qulog'iga. Asim, biz Qur'onni topshirmaylik deb pichirildim. U menga sual nazar bilan bir qarab etgandan keyin ma'qul dedi ko'p o'ylanmayla past ovozda. Men vozvod komandirlik mas'uliyatimni, harbiy intizomni unutgan edim. Qalbining bu so'g'insidan chekinishni zodil kutmagan edim. Nurg'un sabdoshlarim talbilishib vaqirshadi. Qaysi chidamasning buyrug'i bu? Qurol topshirish, chekinish uchun jang qildikmi? Dushman qechib olsa, nemishga? Zodi nemish bu? Gangrab qolgan jangchilarning ko'pinchisi qo'lidagi miltiqni ching quchoqlab turadi. Ba'zilari avtomat miltig'ini so'yib, dövlangan qurollar orasiga tashlab, ta'tir qarab turganicha joyidan midirlamaydi. Bir necha jangchi qurolni ching quchoqlab, yig'lab, og'zini buzib, kimlarni tillaydi. Men 5 atar miltig'imni harbiychi paxtliq sertmi chapanning ichiga tiqib bo'lgan edim. Asim ko'zlari bilan yeniga kelishimni sharatladi. U yana bir jangchi Qodir bilan birga turadi. Men tushungan edim. Asim Qodirni qurol topshirmay qechishga ma'qul qilgan edi. Biz ortiq gap qilishmadik. Norozilik, patparaqchilik ichida men ularga uchimiz birga mangayli, orliq qo'yib mangayli dedim. Biz 200 metrcha yerdagi bombalangan azgalda tepishmoqchi bo'lib kelishdik. Endi o'ylasam, biz bekmi tavakkülchilik va qaramlik qilgan ekanmiz. Qurol topshirayotgan, norozilikda vaqirishayotgan sabdoshlarimiz bilan xo'shlashishga amalsiz edik. O'rin deyolmagan armonlarimiz uchun g'azabda unsiz puchlandik. Qahramon jangchilarimizning qiyni singan ziminda g'albini tabriklamay ahonat ichida ijroqlashdik. Bayg'u hujum qilgan 2-kuni Chilanto'riq etimga o'q tegib yiqilganda men uni daldi qilib 5 atar miltig'im bilan bizga qarshi kelayotgan dushmanning go'jay o'rg'i putlarini nishon qilibmi bir nechasini tikmollaq tushirgan edim. Mana bugun meni o'limdan saqlagan qadinas Chilanto'riqim yo'q. Uningdan mangu ayrilgan edim. Biz qurollarimizni bag'rimizga besib, azgalda jam bo'ldik. Birimiz azgaldan chiqib, ko'zdan yutgandan keyin yana birimiz mangdik. Qarang'u tushgich shundoq qilib ko'z bog'langanda qayta jam bo'ldik. Bu atrofda texi 2 kun ilgari qattiq janglar bo'lgan edi. Bu janglarda ajoyib ruhliq, ajoyib qaysar edi. Mana endi shumshib qoldik. Qurolni tashlamay, sapdan qechishimiz jangni qaytadan boshlashdak bir umidning turtkisi edi. Gerçi tünügünlüp bütün sap bo'yicha alğa ataka buyrug'ini jon berib o'rindab g'albiyat qozongan jangchi boturlarga bugun chekinimiz qurolni topshir degan ochiq mag'lubiyat buyrug'i qattiq qor kelgan bo'lsa-mu, dushmanni tugal yo'qotquchi jang qilaman. Qurolim menga kerak degan umid bizga mushu amalni tanlatqizgan edi. Shundoq qilib, bu uzun ham xatarlik yo'lni piyoda boshladik. Chunki yon xaltimizda bir necha non, baklishkalarimizda suv, qo'limizda qurol, qalbimizda umid bor edi. Non va suyimizni shuncha avaylasaqmi 4 kunda tugidi. Ochliqdan 2-kuni kichik to'pilikdan aran ishib, o'zimizni yerga tashladik. Uzoqcha gap so'z qilishmay jim yotdik. Xeylidan keyin men o'rnimdan turib, atrofni kuzatdim. Kun chiqish tarafda satmidek bir narsa ko'rindi. Asim, mayoq kela, o yerda odam badaq qiladi, deb uni chaqirdim. Asim bilan Qodir tangli o'rnidan turib yenimga keldi. Men ko'rsatgan satmani uzoq kuzatdik. Odam bordek qilmadi. Pastga tushib, shu joyni nishonlab mangdi. Yetibmi keldi. Bu satma emas, dehqon yoki chorvachining kesakda solgan bir ig'izliq uy ekan.
Üstiga qilin samalliq lay sürkelgan yog'och eshik tomroq bir bodri bilan keshakka mixlab etilgan ekan. Eshikni aran tasta ochdik. Qandaqdir bir xil yiqimsiz puroq burnimizga urildi. Supi ustida yirtilgan bir parcha kigiz, ko'nrab ketgan yo'rtgan ko'pa, o'choq beshida bir tangnida liqqida girdinan turibdi. Uchimiz girdiga tangli qo'l uzatdik. Ammo girdilarning hammasi ko'kirib, paxtilishib ketibdi. Xeyligacha aqtirib, ko'kamigan qismlardan ushtib, ansirab turib, 2-3 tishlamdan yegan bo'ldik. Ko'krab ketgan qo'saq azroq tinjidi. Bir kechini shu uyda o'tkazdik. Ertasi tong saharda o'rnimizdan turib mengishga tayyorlandik. Asim girdidan bir nechini non xaltasiga soldi. Men andishi bilan uningga Asim ko'kirib ketgan oshnon zaharlaydi deydi opam. Olmasang bo'lamikin dedim. Mening maydamda zahardek ochiq bir narsa g'ildirlayotgandek qusqum kelib turdi. Qusolmayapman. Olmag'ina shu nonmikin meni bearam qilib dedi Qodir. Shu chaqda Qodirning chiroyiga sap solsam, rangi sap-sariq bo'lib, ko'zlari qizirib ketibdi. Asim bo'lsa, balkim qattiq charchab ketgansan og'ina. Ko'zlaring qiziribdi. Kecha uxlamabsan-da. Girdidan 3 talla evalay. Boshqa yeydigan narsa topolmasak asqitib qolar dedi-da, girdilardan bir nechasini tanlab silib, xaltining og'zini bo'g'di. Biz eshikni him yepib qo'yib, eli tarafdagi Tangri tog'ining cho'qqalarini nishonlab yurib ketdik. Havo bekmi sovuq emas. Biz yonbag'irlardan, sazliqlar va saylardan o'tib, ba'zida tinab, ba'zida yo'l tepib mengayotimiz. Qadamlarimiz bag'on sira ostilmoqda. Qodirning ahvolida yaxshilanish bo'lmadi. U oxiri mangolmay o'ltirib qoldi. Ondan qattiq ho'y bo'lib, sap-sariq suv yondirdi. Tunigun yeginimiz ko'kargan girdi edi. Bugun Asim ikkimizning mag'durimiz yo'q. Og'zimizda ochiq buz purab turdi. Biz faqat suv ichib mengayotdik. Qo'saqqa o'ziq kirmagachga kayni-kaynidan quruq ho'y bo'lgan Qodir oxiri mag'dursizlanib yetib qoldi. Biz nima qilishimizni bilmay qoldik. Birimiz uning beshini tutib, birimiz maydisini silatdik. G'ayrat qil, hozir o'tib ketidi deydik. Qodir ko'zlarini yumib oldi. Birdamdan keyin ko'zini ochmay turib, "Og'inilar, sizlar ketaveringlar" deb ingridi. Biz uni qandoqmi tashlab ketalaymiz? Urushda qurbon bo'lgan sabdoshlarimizni uzatganda shahid bo'ldi deb o'zimizga tasalli berib, qayg'umizni yenikiltatdik. Lekin mana endi ko'kargan 2 tishlam girda uning yosh jinini ko'z oldimizda ip ketdi. Asim bo'rida ko'yulvetdi. Men uni quchoqlab oldim. U yulqinib berib Qodirning tez muzlagan tenini quchoqlab, yo'krab yig'lab, Men nimishki senimi? Nimishki? Dadangga nima deyman? Qarindoshlaringga nima deyman? Asimga gap qilgudek majolim qolmadi. Qoral topshirmay ketishni men boshlagan. Men gunohkor. Asim non xaltadagi girdilarni peqirtib shiraqlag'i etvetdi. Hammani qilganmi shu? Mushuni yemagan bo'lsak, ist og'inam. Nayt qimmatli jondan yana birini yo'qotdik. Unimi kari og'inamni dafnini qilgandek tashlar orsiga yotqizdik. Miltig'ini ilib, so'l muramga osdim. Kaynimizga qarab uningdan jiraqlashdik. Shu kuni tush mezgilida sarg'aygan yov ko'katlar bukkida o'sgan kichik to'pilikka aran tasti chiqdi. Ikkimiz gap qilishmay, ko'pkik osmonga tikilganimizcha o'ngdimizga yetib olgan edik. Qanchalik yetdimkin tang dumbamga tosh batdi. O'ng yinimga o'rilib, atrofga maqsadsizlik qarovatdatdim. Tuyuqsiz ko'zimga kichik vaqtimizda dalalardan tepib elib yeydigan ravg'ash ko'ringandek bo'ldi. Ochliqdan ko'zimga ravg'ash ko'rindimi deb o'ylab ko'zimni yo'g'on ochdim. Shu ekan, dal o'zi shu. O'rnimdan tasti turib, uyquga ketgan Asimni uyg'otmayla ko'ringan ko'katning yeniga bordim. Uzun, kang yo'pirmoqlari asosan qurib ketgan. Ammo xeyli sarg'aygan g'uli tex ching bo'lg'ashqa tik turgan bu ko'kat rastilla ravg'ash ekan.
Men canını qutqazg'uvchini topgan edim. Asim bu yoqqa kel. Mana Dora, mana Ozuq. İkimiz can bilan elishayotgan bu minutlarda Asim chaqchaq qilmayotganimni bildi. U asta mengib kelgicha yiltizi bo'shab ketgan ravg'oshdan 3 tupni yuldim. İkimiz o'ltirib, ravg'oshning sarg'aygan yo'pirmoqlarini elib etib, g'o'lini chaynab, sho'rab kirishib ketdik. Uning ta'mi tatliq, suluq edi. Shundaq rohat qildikki, u bizning ko'kirib ketgan girdini yeb zaharlangan badanimizga doğru bo'ldi. Dinimizni qutqazdi. Osh qo'saqqa jahonda buningdanmi mazzilik yemeklik yo'qdek bilindi. Biz ravg'oshdan bir monchini yulib, yiltizini, yo'pirmoqlarini ittik bilan kesib tashlab, parchalab, non xaltamizga selib yurib ketdik. Shundaq qilib, biz 10 oyning oxirida G'uljiga salomat yetib keldik. Kun petishga boshlagan bir paytda Asim bilan xo'shlashib, beg'imizga yetib keldim. Atrof jimjit, yo'g'on darvoza hang'irqay ochiq turibdi. Kuzning izg'irin shamili sarg'aygan yo'pirmoqlarni har yonga uchirib, atrofni tindirib yetibdi. Bu kunlarda akam Ablahay oilasi bilan Cho'loqaydagi beg'imizga ko'chib ketgan edi. Cho'ng inim Abdurahim og'riqchan edi. Inim Mas'ud Umid maktabining o'quvchisi. Apam 60 ga yaqinlashgan. Şunu bundaq çoğun bağvaranның pərvizsiz qilishi turğanlı gap edi. Bu soğudan atladım. Rahime işkimizning hujrimizning derisi tarafga mangdim. Dariza qurib qalgan qo'ray cho'galaning arsida qapti. Taqashqanlarini bir qo'limda qayrib, putumning uchida dasab deriziga yaqinlashdim. Uyimga salomat kelganligimdan xush bo'lib, Rahimaga chaqchaq qilg'im keldimi yoki Qur'onni topshirmaganligimdan xabar bergim keldimi, aytavur miltiqni muramdan elibli uxladim. Miltiqimning tepkisini qandoq besib etganimni bilmayman. Yolg'iz miltiqning ovozi Eli daryosining jimjit sahilida kuchlik aks sada yang'irtib etdi. Daraxtlarda to'plashib churqlashayotgan qushlar purrudi qilib uchib ketdi. Hujrimizning ishki g'ich qilib echildi. Rahima chiqdi. Men deriz tuvida uyning oldiga kelgicha atrofga sinchilab qarashga boshladi. U gugum tushib ketganda itilgan miltiq ovozidan bek cho'chib ketgandek qiladi. Uni texim qo'rqitib o'tmaslik uchun nima qilarimni bilmay qoldim. Ta'limga yalang putunga shevak sepib olgan opam tez mengib ayvonda paydo bo'ldi. Ikkisi gudunglashayotganda "Hey qo'rqmanglar, men keldim. Bu men" deb baqirib, miltig'imni qo'yib ularning oldiga yugurdim. Opam meni quchoqlab peshonamdan so'ydi. Salomat kelganimdan xushal bo'lib, Allohga shukrlar aytib duo qildi. Rahima dam yig'lab, dam kulatdi. U ikkisini tang quchoqlab bag'rimga bosdim. Shunday qilib, birdan ortiq 2 miltiqni elib kelib oldim. Biroq men bir askar, bosh shtabga berib o'zimni darhol ma'lum qilishim kerak. Balkim harbiy sudda jazolanishim mumkin. Bir kun uyda aram elib, atsi bosh shtabga mangdim. Yo'l bo'yi idoralar, maktablar va klublarning o'ygisida lapildab turgan ay yulduzliq bayroqlarni ko'rib, xeyli xotirjam bo'lib qoldim. Aqsudan chekingan bilan qahramonlarimiz jang maydonida biri yiqilsa, yana biri ko'targan Sharq Turkiston Cumhuriyat bayrog'imiz lapildab turibdi emasmi? Yo'ldagi maslahatimiz bo'yicha Asimu dal vaqtida keldi. Biz shtab xodimiga qilgan aytganlarimizni to'liq so'zlab 3 miltiqni ko'rsatdik. Qodirning fojiasini aytdik. Bizga yangi vazifa berishni talab qildik. Urush bo'layotganda qaçqan bo'lsanglar, og'ir jazoga tortilgan bo'latdinglar. Chekinish buyrug'i bizni qaymoqtirib etdi. Sizlarning ko'nglingizni tushundik. Hozircha 3 kun damib turinglar. Ondan keyin vazifa beramiz degan javob keldi. Buyruq bo'yicha qurolimizni shu kuni bosh shtabga topshirdik. Shtabning qaroridan rozi bo'ldim. 3 kundan keyin men harbiy bosh shtabning darvozasi oldida post turishga belgilandim. Asim o'zining iltimosi bilan harbiy sapdan chekinib, to'g'roq yezisiga, oilasiga qaytdi. Dadamning harbiy sapdan chekingandan keyingi hayoti.
Shunda qilib dadam ko'krigiga miltig'ini ching besib bir mezgil muhofizatchi askar bo'lib post turgan. Tunji bolasi Shamish Qamar hadamni harbiy formalarini yashmagan kunlarda kutib olgan edi. Dadam 48-yili harbiy sapdan chekingan. 50-yillarda dadamning qo'liga topshirilgan guvohnomaga Abdulhaq A. Kamalov Vozvod komandiri 1945-48 3 viloyat inqilobiy milliy armiyasida harbiy safda bo'lgan degan xatlar yozilgan edi. Afsus, shu guvohnomani madaniyat zo'r inqilobida qizil qo'g'dug'uvchilar buvamning qo'lyozmalari, dadam saqlagan kitoblar va harbiy forma bilan tushgan suratlar bilan qo'shib ilib ketishgan edi. Dadam Göykuratmi yesidagi buvimizning qolgan yerdan mevalik bog'dan kirgan kirim bilan bizni boqqan. 1961-yilgacha ikki hadam bilan meni orqa-orqadan o'zbek maktabiga o'zi opirib tizimlatgan edi. Bu kunlarda biz kichik buvam Abdumtali Xalpam Hazratning taklifi bilan Taqchi mahallasidagi xish bilan chiroyli selingan yana bir qo'rovimizga ko'chib borgan edik. Dadam 3 ot qo'shilgan berishka harbisi bilan yoz kunlari baqqan. Göykuratmidagi bug'doyliq etizga qatnab yurib, turmush halakchiligidan aldirash yashatdi. Biroq mana mushu yillarda hukumat yasab chiqqan sun'iy ocharchilikni bahona qilib, yana bir qitim shaxslar egidorchiligidagi yer, bog'voran, mol chorva, qo'ru joylarini, hatto ba'zilarning issiq jonlarini mutatib oldi. Lekin bu qitim zo'migarlik dadamning beshiga kelgan tunji zarba emas edi. Dadamning oti bir ona bo'lak aksi, G'uljining tarixisidagi charvador Malik Abduvali Kamalga 1957-yili zo'migar pomishchilarni bostirish harakati mezgilida Sharq Turkiston milliy armiyasiga o'q to'ri setilish uchun 1100 tuyoq ot, nurg'un kalı qo'y, ochliq iyoni qilganligi uchun zo'migar charvachi qalpig'ini kiygizgan. O'lim jazosi berib, tar xalqini dalaga majburiy yig'ib, xalqning ko'z oldida etib etgan. Xalqning bu zo'migarning jasadiga yiqilishini cheklagan. Malik Kamalning 14 yoshli o'g'li otasini zambilga selib, kichik inisi bilan birda ko'tirib, birda zambilni so'rab yurib, o'zlari elib ketgan. Qabristonga bog'icha jasad necha qitim zambildan serilib tushib ketgan. Balalar zar-zar yig'lab, otasini zambilga qayta besib, ming tasti qabristonlikqa opirib, yerligiga qo'ygan. Sharq Turkiston Cumhuriyetining diniy ishlar ministri bo'lgan buvimiz Abdumtali Kamal Xalpam Hazrat u kunlarda turmaga tashlangan edi. Xalqning besimi kuchli bo'lg'achqa hukumat 2 yilda bir qo'yib berib, birer yildan keyin yana turmaga qamab deganda kiyli mikrlar bilan xalqni qaymoqtirib qarshilikni tizgilagan. Xalpam buvimiz keyingi umrining ko'p qismini turmada ve bir qismini Ili daryosi bo'yidagi aksi Abduvali Damullamning beg'ut tosh bog'larida bog'vanchilik va ibodat bilan o'tkazgan. Amdilikda dadam bilan ikki inisining otimiras bog'varallari, terilg'u yerlari va Abdumutali buvimizning cho'ng beg'imi biraqli musodir qilindi. Shuncha kangri bog' uchun hukumat aran 300 yuan to'lagan. Dadam eng oxirgi qitim 1961-yili 8-oyning oxirida Göykuratmidagi yerimizdan yig'ilgan bug'doyni o'rtoqchilar bilan bo'lishgan. Birinchi qitimda 5 tag'ir bug'doyni bir ishkiga besib, kechilab mengib, taqchidagi uyimizga salomat kelib olgan. Tang sahargacha inisi Mas'ud bilan o'ri ko'lab, bug'doyni yog'och sanduqlarga qachlab ko'mgan. Chunki u kunlarda mundaq jiq ochliqni shaxsning saqlashi cheklangan. Bilinib qolsa, musodir qilish buyrug'i tushirilgan ekan. Shu yili uzun yillardan buyon bug'doy, qo'noq, qo'g'in tovuzlar terilib, bizni va o'rtaqchi dehqonlarni beqib kelayotgan ajdod mirosi yerimizni yer islohoti nomida hukumat tortib olgan edi. Dadam noit mergan bir ovchimi edi. U qo'zuqdagi o'mildig'ini elib, ondan itkatigining ishigini ichib, taygan itini chiqratdi. Jaynaklarga chiqaplab turadigan xurum palini kiyib, qo'ndoqda gedib turgan qarg'uvchisini gahdab qo'lga qo'ndirib, beshiga
ko'zigacha yepib turadigan xurum bo'kini kiygizatdi-da, qarg'ir etini minib, at chapturgan peti og'inlari bilan tog'larga chiqib, ular ovlab, o'zi to'qigan sevatlarni tog' mevalarini ilib keladi. Dadam doim erning qanoti ot deydi. 3 etini e'tiborlab baqatdi. Yeyilib aqdigan o'stan bo'yida yuyib, yaylilarini tarab paqirtib etadi. O'ziga qanot bo'lgan shu otlarni yig'lab turib, o'z qo'li bilan bo'g'izlagan 1961-yilning ko'ngilsiz bir kuni bizmi chidamay dadamning qo'lidagi pichoqqa eslib chiqrashgan edi. Lekin dadam otlarini so'yib etgan. Andın at go'shining bir qismini qaznaq uyimizda islab, qizi qilgan ve az qismini shu kunlarda yeyish uchun tuzlab, uyimizdagi turxunning orqasiga yo'shirgan edi. Her fursatda bizni qator o'ltirg'izib, tekas yayloqlarga, jirg'ilanga, daryo bo'yidagi to'qayliqlarga, dalalarga, bog'larga sayohatga apargan birishka harvimizni parchalab, o'tin qivatgan edi. Keyin tushundikki, Kompartiya Sovet ittifoqining qarzini to'lash uchun vatanimizning ochliq ambarlaridagi barliq ochliqni to'shib tugatgan. 1958-yildan 1961-yilgacha Xitoyda maydonga kelgan cho'ng ochliq ofatida xalqqa un, may, shakar, sopun degandek kundalik iste'mol buyumlari ve ochliq turining hammasiga noyat tuvan o'lchamda norma belgilab, bilet tarqatgan. Norma bek tuvan bo'g'ash, ochliqdan o'lganlar ko'paygan chaqlar ekan. Agar dadam bug'doy bilan go'shtdan yo'shirmasa, hukumat ayg'oqchilari bilib qolsa, hammani musodir qiladi ekan. Kirim manbasi uzilgan dadam bizni osh qo'ymaslik uchun o'ziga qanot bo'lib, uni Tangirtaq qaptallarida uchirgan otlarni, otamni er qilgan qanotlarini o'z qo'li bilan kesgan, go'shtni bizga bir tishlamdan yegizib, ochliqdan saqlagan ekan. Şu yılın ahırqı aylarida Taqchi mahallesidagi uyimiz musodir qilinib, ko'chish buyurildi. Biz Terek mazardagi uyimizga ko'chdik. Hukumat Taqchi mahallesidagi uyimizni asosiy qatlam komiteti ishxonasi qildi. Bir oila ichki turalg'uning egasi bo'lsa, bir cho'qim hukumatga tava bo'lishi kerak ekan. Shundan keyin dadamning qo'lidagi milliy armiya jangchisi bo'lganlik isbotiga binoan dadamni avval yog'ochchilik zavodiga, keyingi yillarda G'ul shaharlik bosma zavodiga az maosh bilan o'rinlashtirib, kirim manbasi butunlay uzilgan dadamning davosidan qutulgan bo'ldi. 1980-yillarning oxirida Sovet bilan Xitoyning 30 yil taqalgan chegarasi ochildi. Rus til yezig'ini biladigan opam tuqqanlar va qo'shnilarning ruscha xat aloqa o'rnatishiga, kelgan xatlarni o'qib berish, adreslarni to'g'ri yezib berishlar bilan xolisona qilib, ularga yordamchi bo'ldi. Dadam bilan opam Japonni tang tatdi. Toki 1990-yillarning 5-gacha hadis singillarimiz 8imizni cho'ng hadamning tunji o'g'lini e'tiborlab, qizlarga qo'shib, jami 9 bolani boqqan. 6sini oliy maktabgacha uzatgan edi. Har bir qizimni 10 o'g'ilga tang qilmayman, deydi dadam. To'lim afsus. Komandir dadam, jafokash dadam eng kichik ikki qizi Muhabbat Kamal bilan Mag'firat Kamalning Navrisi Muqaddasning tabiiy va ijtimoiy fanlar bo'yicha doktorlik diplomini olgan. Ilmiy tadqiqotlari bilan dadamning ham ota-buvi ajdodimizning armonlarini o'rinlab, Kamallar jamiyatidan 21-asrdagi dunyoviy ilmdorlar sepiga qo'shilganligini, Hadam Shamish Qamarning G'uljida gullanish til maktabini ichib, ma'rifatparvar buvularimizning izini bosgan, ruhini shod qilganligini, ammo soqchilarning nazorati, besimi, qiyin qistoqlarida jismoniy va ruhiy azobga uchrab, kasalmand bo'lgan, taqib etilgan maktab uchun urg'ancha vafot bo'lganligini ko'rolmadi. Dadam arzu qilgandek hamma qizlari axloqli, diyonatlik, millat so'yar insonlardan bo'ldi. Jafokash dadamning ajrini oqlab, ota arzusiga loyiq har bir 10 yigitga tang qilg'usiz qizlardan bo'lib chiqdi. Bizning jamiyatimiz shu qizlardan, so'yimlik dadamdan minnatdor, dadamdan iftixorlanamiz.
Cemiyetimizin nasabnomasini saqlagan dadam. Söyümlük dadamga alemci minnettarlık bilan aytalaymanki, dada, siz Uyghur vatani uchun dushmanga qarshi tiq ko'targan jangchil emas, sapaliq, angliq, haqiqiy bir inson ekansiz. Şunu cemiyetimiz içinde nasab namimizni ko'z guhuringizni saqlagandek saqlay olgan birdan-bir farzand siz bo'ldingiz. Nasab namimizni siz azizlab saqlagan bo'g'ashqa men cemiyetimizga, avlodimizga yetkazaladim. Sizning yana bir armoningizni men o'rinlay oldim. Shundaq jafolar, bulang talang va qattiq zulmlar ostida dadam cemiyetimizning eng qimmatli angushlarini, Kamallar cemiyetimizning nasab nomusini saqlagan edi. Hurmatli dadam, mushu muhim nuqtada Kamallar cemiyetiga zo'r tuhfa qo'shgan ilimlik ham mas'uliyatchan kishidir. To'liq sizning birinchi yilligida o'qiyotgan kunlarim edi. Bir kuni dadam kitoblar orasidan qo'ng'ir ranglik, xurum tashliq bir xotirani elib, hammamizni chaqirdi. U bizga mundaq dedi: "Qizlarim, bu xotirada buvanglar Buxorodagi o'qishni bitirib, qaytib kelib izlangan, isbotlab chiqqan va bizga omonat qilgan qimmatli angushtirimiz bor. Sizlarga o'qib beraman. Esinglarda mahkam tutinglar." Dadam davomlashtirdi: "Yetti otasini bilmagan qul. Mana bu hikmatni buvanglar eng ustiga yezibdi." Davomi mundaq: Cemiyet nasabnomimiz Abdukarim bey buvimizdan boshlanadi. Abdukarim bey Tug'luq Temirxon zamonida o'rda maslahatchisi bo'lgan. Abdukarim beyning o'g'li İlyar Mo'lu turdi. U chapturgan O'stan Gukratmi yezisining Hizbekdan mahallasida eqiyotidi. Xalq bu O'stanga İlyarning erqi deb nom bergan. Ta bugungacha shundaq ataladi. İlyar Mo'lu turdi, yana Qo'rg'osda diniy maktab ochgan zotdir. İlyar Mo'lu turdining o'g'li İbrahimdir. İbrahimning o'g'li İsmoildir. İsmoilning o'g'li İsrafildir. İsrafilning o'g'li Kamoliddin hojidir. Kamoliddinning o'g'illari Abduvali, Abdumutali, Abdul Azizlardir. Kamal nomi mushu otimizdan boshlab cemiyetimizga muqim familiya qilingandir. Shu chaqda barmoqlarini pukib, Abdukarim beydan boshlab Kamoliddin buvimizning chavrisi, avrisigacha sanab chiqdi. Nasabimiz 11-avlodga, familiya tariximiz 6-avlodga ulashdi. Mana bu sizlarga qoldirgan eng qimmatli mirosim bolalarim. Dadam yana tushuntirib mundaq degan edi: Kamoliddin 20 yosh vaqtida Sodir Palvonning qo'zg'ilingida sarkardilardan bo'lib, laxmi ko'lashni planlagan va ko'lg'anlardan biri ekan. Kamalak etishqi merganlardan ekan. Urushdan keyin Kamoliddin buvimiz Qo'rg'osda ishki tashqi qo'raliq bir joy soldirgan. Ishkiri qo'ruda mo'mimiz to'xtagan qizlarni, tashqiri qo'ruda o'zi o'g'illarni usuliy qadim ma'rifi bo'yicha o'qitgan ekan. Kamoliddin buvimizning Sodir qo'zg'olingda ko'rsatgan botirligi, el orsidagi hurmati, ma'rifatparvarligini yod etish uchun Buxoroda o'qib, O'rta Osiyo madaniyatini, ilm irfonini tushungan, qabul qilgan buvanglar uning nomini jamiyatimizga turaqli familiya tagot qilib tanlagan. U yana Terek mozodagi qo'ruda diniy maktab ochgan. Inisi Abdumutali buvanglar Qirg'izistonda jadidizm tarbiyasi olgan. 1895-yili G'ulshar Sudarvozi mahallasidagi Alabayning masjidida 2 sinflik maktab ochib, usuli jadid ham usuli qadim bo'yicha dars o'tishni boshlagan. Keyincha 20-yillarning oxirida o'zining qo'ruv joyini Taliya maktab qilib qurib chiqqan. Men shu maktabda o'qigan edim. Dadamning koni xotiridan o'qib bergani qo'shimcha tushuntirishlari bizni g'ururlantirgan edi. Afsus, peshonimizga putilgan shu afsusni bu yerga yana yozg'im yo'q edi. Biroq yozmay amolim yo'q. Madaniyat inqilobi kunlarida dadamning navri insi Abdurahmon
Kamalni aldığı selip poylimizga bastırıp kirgen bulangçı, qızıl qoğduğucular dadam saqlagan barlıq kitaplarni, xatirlarni yoşurgan qaznaq uyimizden tepip elip, dadamni Abdurrahman akamga qo'shib haydab ketgan edi. 2 haftadan keyin dadamlarni qo'yib berdi. Shuningga xo'shal bo'lib, qimmatli kitob va xotirlarni yo'qotganligimizdan eg'iz ocholmagan edik. Aradan 17 yil o'tgandan keyin ota-onamni yo'qlab, Urumchidan G'uljiga borgan edim. O'smir kunlarimda dadamdan anglagan jamat nasabnomimiz haqida dadamdan savollarni so'radim. Dadamning esida shunchalikmi aynan saqlangan ekan. Hammani menga to'liq aytib berdi. Men darhol 7 otasini bilmagan quldan boshlangan suhbatni xotirlab oldim. 2003-yili vatanda ziyolilar hukumatga Uyg'urlarda familiya qo'llanishini umumlashtirish talabini qo'ygan va omma ichida o'z kimligini izlash qizg'inligi qo'zg'aganda dadam bizga yetkazgan tavarruk mirosni Xinjiang tazkirchiligi jurnalida e'lon qildim. Bu maqolaning ta'siri zo'r bo'ldi. O'qirmanlardan nurg'un xatlarni topshirib oldim. Yildizni izlashga kirishgan yoshlarga maslahatlarda bo'ldim. Agar Abduvali buvimiz jamiyatimizning familiya shajarasini dadamga qoldirmagan, dadam Tutiyada azizlab mingisida, yuragida saqlamagan, menga to'liq yetkazmagan bo'lsa, biz avlodlar o'z otamizning nomini familiya qilib, tar doiradagi jamiyatchilikka, kichik to'plarga ayrilib ketgan bo'lardik. Hozir baqiy dunyoga ketganlar, hayotdagilardan bo'lib bu familiya bilan atalgan kishi 400 dan oshdi. Buvimiz Abdumutali Kamal Xalpam Hazrat Sharq Turkiston Cumhuriyetining diniy ishlar ministri bo'lgan edi. Shuningdan keyin ta bugungacha vatanimizda Kamallar jamiyatidan birasimi amaldor bo'lishni tanlamadi, ham tanlanmadi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Kamallar avlodlari bilim sohasida doktorlardan, fan-ma'rif sohasida ilmiy xodimlardan, turmushda axloq e'tiqodli insonlardan bo'lib tanilmoqda. Qisqasi, cemiyetimizin her bir a'zosi Kamal familiyamizning shon shuhratini qo'g'dab kelmoqda. Tabiatni so'ymak, vatanni so'ymakdir. Dadam bizga tabiatni so'ymak, vatanni so'ymakdir deb o'rgatgan edi. Yozmamning bu qismini qiziq bir voqeadan boshlaydi. 1960-yillarda Xitoy hokimiyati 4 ziyandoshni yo'qotish davrini qo'zg'adi. Ya'ni sarxillarimizni, boylarimizni yo'qotib bo'lib, endi tabiatni yo'qotishni boshlagan edi. Maktab bolalaridan tortib, buvay mo'maylargacha qo'ndirg'i temir tovoq, javur, das, aytovur ovoz chiqaradiganligi narsa bo'lsa, temir yog'och tayoqlarda urib, mahallalar, bog'lar, o'rmonliklardagi qushqash, kaptar, qog'i kakuk bulbullardan tatib, dalalardagi chashqan, mushuk, istlag'ichi qo'g'lash o'ldirish, har bir kishi beshiga vazifa belgilash, vazifa normasini o'rindamaganligini jazolashni yo'lga qo'ydi. Asrlardan buyon tabiatni asrab, tabiatga bag'rini yiqib yashab kelgan madaniyatli xalqimiz azob ichida buyruqni o'rindashga majburlandi. Ho'ylimiz qish-yoz so'p-suzuk suv shaqirab eqib turadigan o'stan bo'yida bo'lib, dadam tikkan oq teraklar ko'k taqashgan edi. Yozda oq-qora ujmilar may bog'lab pishatdi. Hamma ho'ylilarda gullar ichilib ketadi. Shung uchar qushlarning oromgohi, nag'ma-navo bog'chisi edi. Shundaq kunlarning birida yosh ishki Xitoy ragatkilarini ko'tirishib, o'stangdagi biz eshak qurti deydigan ushoq maymoq qurtlarni yeyish uchun süzgüchlarda süzib, qochilarini to'shqizib, o'stang yoqilab bizning ishik oldiga kelib qoladi. Ishikimizning oldidagi dadam tikib qo'ygan bir tüp dub daraxiga qo'nib elib, ritmliq buqildab sayrayotgan paxtakni ko'rgan bir Xitoy ragatkini chiqarib, paxtakni toza to'g'irlayotganda bozordan ko'ktat ilib qaytgan dadamga to'g'ri kelib qoladi. Dadam qo'lidagi ko'ktatni tashlab, uzul Xitoyning oldiga yugurib kelib, o'ng qo'lining olqini bilan osma maykili Xitoyning ochiq maydisiga tars qilib birni soladi. Xitoy po'kqid yerga yiqiladi. Dadamning shapilg'a tekkan joyi qizirib ketadi. Xitoylar shu hamon qochib ketishadi.
Dadam ve apamның tabiatga alohida muhabbati bor edi. Uçar qushlarni, jonivorlarni so'yatdi. Shuningmi, har xil ko'ktatlar, o'simliklar, dal-daraxtlar va uchar qush, hayvonotlar haqida mo'l bilimga ega edi. Bizga bu haqda nurg'un ma'lumotlarni singdirib o'tgan edi. Dadam yo'llarda birer taltash, qo'ray cho'ga, axlat ko'rsa to'xtab elivitib mang'atdi. Bizga o'g'itdi. O'smirlik chaqlarimda dadam bilan opam bizni xadi karvimiz bilan jirg'alonga apargan kunlar helim yodimda. Shundaq go'zal kunlarning birida dadam bir paxlanni so'yib, bizni mazalik kavob, sho'rpa bilan toza mehmon qilgan edi. Jirg'alonning taram-taram eqiyotgan suzuk suyida piltinglab uzib yurgan beliqlarni tutib, beliq kavobini yegizgan edi. Qaytadigan chaqda dadam qo'l sevitiga meva sho'paklarini, ustixonlarni, beliq qasraqlarini yig'ib, kichik gurjakni ko'tarib nerga mangdi. Men agashdim. Dadam qeri bir tüp jigidining tubini ko'lashga boshladi. Dada, bu yerda bir narsa bormikan? Nimaga ko'laysan? deb so'rag'animda dadam: "Qizim, bu jigidi darxi qerib qapti. Odamlardek u quvvatga muhtoj. Mana bu eshindilarni tuviga ko'mib qo'ysak, u yana ko'klaydi. Qushlarga, odamlarga meva berdi. Sizlar uning soyasida har yili o'ynab xo'shal bo'la olasizlar emasmi?" degan edi. Dadam bizga yana: "Bolalarim, Alloh insonlarning rizqi nasibasini albatta yaratdi. İnsanlarga yana beqib ko'paytib foydalansin deb kala, qo'y, otlarni, munbat ziminda bug'doy qo'noqni, meva-cheva bilan ko'ktatlarni yaratdi. Odamlarga aql, kuch berdi. Odamlar aql ishlatsa, emgak qilsa ozuqsiz qolmaydi. Tag'dalalarda nurg'un o't cho'plar, dal-daraxtlar, meva-chevalarni, ko'ktat yeshilliklarni, yovvoyi hayvonlar, uchar qushlar, jonivorlar uchun yaratdi. Ularning jon saqlash uchun tirish iqtidorli bor. Ular tabiatga tayinib yashaydi. Tabiatdagi tayyor yemekliklar bo'lmasa, ular halok bo'ladi. Ular bo'lmasa, jahon guristonlikqa aylanadi. Tabiatni asranglar. Bu zaminni, vatanni asraganlik, so'yganlik deydi. Dadam tabiatdagi ranglar ustidami ko'p qitim bizga mundaq degan edi. Qizlarim, dunyo rangdor yaratilgan. Kecha bilan kunduzning, tabiat dunyosidagi gullarning, hayvonlarning ranglari bir-biriga o'xshamaydi. Hatto odamlarning ranglari oz to'lib farqlanadi. Shuning uchun dunyo bek go'zal. Sizlarga bir nasihatim bor qizlarim. Oq rang poklikning, samimiyat sadoqatning, mehr vafoning misoli. Oq kiyim sizlarni ichki dunyo farishtadek ko'rsatadi. Osmon rang mangu o'ngmas rangdir. Mayli qora bo'ron chiqib chaqmoq chaqsin, mayli qor yomg'ir yig'ib jahonni qoplasin, baribir quyosh chiqishi bilanla osmon aslidagi rangiga qaytadi. Shunga biz osmon rangni e'tiborlab, uy va hovli aram tomlarini, deraza eshiklarni osmon rang yasaymiz. Osmon rang abadiylikning belgisidir. Osmon rangli ko'ylaklarni ko'proq kiyinglar. Yeshil rang, yeshillik hayotlikning belgisidir. Yeshillik bor yerda hayotlik uzilmaydi. Qora rang odamni sirliq va surlik ko'rsatib qo'ydi. Qora rang odamni sirliq va surlik ko'rsatib qo'ydi. Qora rang nasoralarning motam kiyimidir. Ular yaqin yo'riqlardan ayrilganda qora kiyib ta'ziya bildirdi. Qora kiyimni azroq kiyinglar. Qizil rang bek ochiq rang, ammo u o'tning simosidir. Shunga qizil yaxshi yomon kishilarning hammasini jalb qiladi. Qizil rangli kiyimni ko'p kiymasanglar. Dadamdan o'rgan tabiatga doir bilimlarimni o'z hayotimda ko'p qitim ishlatdim. Bolalarimga o'rgatdim. Hadi singillarimga qarsammi, ularning turmushidagi, dunyo qarshidagi dadam va opamning bizga singdirib o'tgan tabiat sevgisini ko'raman. Sinipiy kurash bizga tushmaydi. Helim yodimdan chiqmaydi. Bir kuni bestlik, ko'zi ojizroq bir kishi G'ul shaharlik 3-o'ttir maktabda 4 maktabning o'quvchilari yig'ilgan cho'ng bir so'rinda sinipiy kurash tutqi temasida doklad bergan edi. Asosiy mazmuni Ili diyorining go'zal yezilaridan biri Turpan yuzda o'tgan bir boy kishi ustida shikoyat qilish ekan. U Turpan yuzda Ma'sum Shangyo degan bir zolim boy bor edi. Nurg'un terilg'u yer, bog', hisobsiz mol chorvini o'zining qilgan. Maloylari ko'p edi. Boy bahona tepib,
malaylarını cazalab, başqalarga ibrat qilatdi. Məsum qanxorning ishiga oldida yo'g'on bir tüp qariyag'ash bor edi. U malaylarni ashu qariyag'ashga esib qo'yib uratdi. Şunu biz hazır aş qariyag'ashqa qanliq qariyag'ash deb at qo'ydik. Zalim baylar yo'qoldi. Sizlar azod zamonda yashayapsizlar. Anglayotgan hammamiz o'smirlar bo'lg'ashqa, uning so'ziga ishinib, mushtumlarimizni tugib, ko'z yoshlarimizni eqitib o'ltirdik. Uyga kelganimda yig'idan ishib ketgan ko'zlarimni ko'rgan opam bilan dadam ansirab ketdi. Men ularga anglaganlarimni so'zlab etib, yana yig'lab ketdim. Shu chaqda dadam: "Balam, bu gaplarning hammasi yolg'on. Turpan yuzi shaharga eng yaqin yeza. Her yili ürküp chiqqanda mo'lchilik boshlanib, o'rmi qiziydigan jannat makon u. Qanliq qariyag'ash degan gapni biz anglab baqmagan. Masumboy degan kishi rost o'tgan. U yetim yigitlarni uylandirgan. Yolg'iz, yo'lanchuksiz qeyri ojizlarni boqqan, shafqatli bir inson edi. Buvang menga yana bir boy haqida so'zlab bergan. Sangmi so'zlab bersam bo'lg'udek. U shundaq deb munolarni so'zlab bergan edi. 1800-yillarning oxirlarida mushu Qozonchi mahallimizda Valiboy degan kishi yashagan ekan. U kambag'allar, tulxutun ojizlarga to'ydirmay yaxshilik qiladi ekan. Ya'ni un, guruch, go'sht yog', boshqa nurg'un yemekliklar, kiyimlarni tayyorlab, qo'l ostidagi kishilarga bu narsalarni atrofimizga kambag'allarga yetkazib beringlar. Kunduz emas, kechda opirib eshik oldiga qo'yib chatni kuzitinglar. Uy egasi ko'rib, ilib olgandan keyin qaytinglar. Kimning berganini, sizlarning yetkizguninglarni hech kimga aytmanglar deydi ekan. U yana etining tuyug'ini oltinda bo'sh taqilitib, eng kambag'al kishilarning eshik oldiga kelganda amal qilib taqini tushirib yetadi ekan. Atis taqini tepilib olgan kishilar ishkimga xizir kepti, Alloh menga yordam qilibdi deb duolar qilishar ekan. Ularmi ojizlarga saxovat qilishni udum qiladi ekan. Ajdodimiz mana shundoq kishilar. Zalimlik, qanxo'rlikqa dinimizmi qarshi? Snipi kurash degan bizga tushmaydi. Shundaq boylarimiz ko'proq bo'lgan bo'lsa, xalq bu kunlarga qolmas edi degan so'zlarni qilib, ko'z yoshlarimni surtgan edi. Dadamning so'zlari madaniyat zo'r inqilobida atalmış bola ziyoli bo'lib, maktabdan haydilib, Qo'rg'os Sarbuloq yezisiga palangan chig'imda echilgan yana bir snipi kurash tutqi yig'ini bo'lgan kundan keyin meni teximi sagitgan edi. Bu kuni 60 yoshning qarsini olgan Uyg'ur tili ravon bir tungan kishi so'zlagan edi. Uning menga eng qattiq ta'sir qilgan shu jumlalarni yozay. Buningdan 35 yillar ilgari Sarbuloqda bir zolim pomishchi kamiyani egallab olgan edi. Biz uningga malay edik. Bu yezida suv ko'p, shalbak o'xshaydi. Shunga asosan shal terilatdi. Suv kechib shal ko'chirdigan kunlarimiz eng jafoliq edi. Bedenimizni soğuk qaplab, mağdurimizdan ketatdik. Endi o'ylasam, zolim pomishchikmi mard odam ekan. U har kuni kechda birer mal so'yib, etizliqda polo, sho'rib pishirib bizga zo'rlab yegizatdi. Ishib qolganlarni ko'tatib qo'yatdi. Atisi jiqroq ishlasin deydi-da, u zo'migar. Mana hozirmi sizlar bilan shal ko'chiryapman. Qirib qolganimda uyga putumni so'rab aron borman. Shundaq qilsam, xotin uyda go'sht yo'q deb suiqashmi etolmaydi. U shundaq degan va terikib og'izni buzayotgan edi. Mana bu kishining ikki davr selishtirmasi dadamning so'zini tasdiqlab turmamdi. Dadamning snipi kurash bizga tushmaydi degan cho'nqur ma'nilik yakuniga yana pokit va izohatning hojati bo'lmasi kerak. Zolimlar ko'ktoshga minganda zavol topidi. Zalimlar ko'ktoshga minganda zavol topidi. Nahaqchilik avj olgan ashu yillarda dadam bu so'zni doim takrorlab, o'ziga va bizga tasalli beradi. Bir kuni men dadamdan: "Dada, ko'ktosh degan qayerda? Zalimlar uningga qachon minidi?" deb so'radim. "Balam, bizning vatanimizga jiroq bo'lmagan bir yerda ko'ktosh degan joy bormish. U joyda ko'ktosh ko'pmish. Zalimlar ashu toshga minib, mana murodimga yetdim dermish. Bu deganlik jahon mening bo'ldi deganlikmish. Dunyoda mangu hukm surgan xon podsho yo'q. Hatto avliyo anbiyolar yo'q. Zalimlar ko'ktoshga emas, ko'k osmonga minib olsimi o'xshash. Zalimning ko'ktoshga mingan vaqti uningga zavol yetgan vaqti bo'ladi balam."
Bu qurlarni yezib etib, tuyuqsiz kallamga bir fikir keldi. Google'ga köktaş deb kirgizdim. Көз алдымдaki köktaşlarni ko'rib hayron bo'ldim. Köktaşdan foydalanib yasalgan quyosh energiyasi taxtasining dunyo bozorida zo'r iqtisod yaratayotganlik to'g'risidagi suratli xabarni. Dunyodagi köktaş boyligining 50%ning Xinjiang degan makondan chiqayotganligi. Uni pishiqlash uchun qurilgan zavodlarga ketarlik yiqilg'uning yaqin atrofidagi ko'mir konlaridan ilinayotganligi haqidagi ma'lumotni ko'rdim. Acaba dadam rivoyatlardagi köktaşni degan bo'lg'aymidi yoki vatanimizning keng bag'rida saqlanayotgan reallikdagi qimmatli boylik köktaşnimi? Dadam bugungi kunda atrofimizda qezilayotgan, ko'ydirilayotgan köktaşlardan ko'tarilgan istutaklarni ko'rolmaydi. Biroq uning ruhi go'zal, boy zeminimizning, bu zeminning haqiqiy egalari va ularning avlodlarining kelgusidan ansirayotidi. Ah, dadam aytgan köktaş shu bo'lsa, ha? Qo'llarim kompyuter taxtasi ustida to'xtadi. Peshqadam ziyolilarimizdan Ahmad Egambardi apandiga telefon qildim. Salomlashgandan keyin Ahmad aka, zolim köktaşqa menidu degan so'zni anglaganmisiz? Köktaş nimaga simvol qilingan bo'lg'aydi deb so'radim. Anglagan. Men Toshkentda o'qiyotgan kunlarimda Samarqand poyezd stansiyasida bir buvoy bilan paranglashgan edim. Nereden keldin balam deb so'radi u. Qashqardan keldim. Siz Samarqandlik ekansiz-da dedim. Men Köktaş degan rayondan bo'lman. Qashqardagi xalqning ahvoli ig'irg'u deyman. Shundoq Xitoy zulmi ostida qoldi. Xalq kambag'alchilikda. Qattiq qo'rg'on yanida Köktaş degan joy bo'lgan. Xitoylar bu yerda qattiq mag'lub bo'lgan. Qo'mondoni bir kun emas bir kuni avlodim bu Köktaşqa menidu deb qaytqanmish. degan edi bu voy. Köktaş degan nomni shu kuni men tunji qitim anglagan. Bizda u oxir Köktaşqa minibdi-da deydigan bir so'z bor. Lekin buning salbiy ma'nosi bor. Ya'ni vosita tanlamay murodiga yetishni bildiradi. deganlarni so'zlab berdi Ahmad Egambardi aka. Men dadamning keskin xulosasi bilan Köktaşning zodi qandoq bog'lanishi borligi haqida ko'p o'ylandim. Mayli, yakun qandoq bo'lsa bo'lsin, dadamning og'zidan tunji qitim anglagan ashu xislatlik tash haqidagi so'zning bir kun reallikqa aylanadiganligiga ishondim. Hozircha dadam aytgan Köktaşni vatanimizning bulang-talang qilinayotgan boyliqlaridan yana biri Köktaşga bog'lab tafakkur qilib ko'rishni zamondoshlarimga qoldirdim. Altın to'y murosimi. Unutulmas kun 1994-yil 7-oyning 14-kuni. Dadam bilan opam to'y qilgan va birlikda oila ko'chitini tikkaniga to'g'ri 50 yil to'lganda ular uchun oltin to'y o'tkazishni qarzim bilib, ta'tilda bolalarimni elib G'uljiga bordim. Tuqqanlar, qo'shnilar, dadam opamning do'st birodarlariga taklifnoma avatdim. Qizlar, kuyg'ullar, navr-chavrlarni yig'dim. Biz hammamiz dadam opamni quchoqlab, so'yib tabrikladik. Cheksiz rahmatimizni aytdik. Pikapning oldiga yeşil tovardan po'rak taqab, dadam o'gatgan yeşil hayotlikning belgisini ularga uzun ömürlər tilashning simvoli qildik. Opam uydan chiqqanda sho'xlik qilib, dadamni qo'ltiqlab oldi. Men dadam bilan opamni pikapga chiqishga taklif qildim va "Dada, bugun sening to'ying bo'ldi. Qizni 50 yil burunqidek Ili daryosi bo'yiga ko'chiramiz" dedim kulib. Dadamning chiroyidan nur yig'ib, ko'zlari chaqnab ketdi. Biz bir necha xodik harbida ular o'ltirgan pikapning orqasidan mangdik. Ili daryosining ko'rigiga yaqinlashganda taqat qilolmay biz o'ltirgan bir necha xodik harbidan tushib oldik-da, churqurishib pikapga yonishib yugurashdik. Shu kuni Ili daryosi bo'yini dadam bilan aylandim. Dadam o'ng qo'lini yiroqqa so'zib turib menga: "Ko'rdingmi balam? Avu bir tip yolg'iz qaryag'ash beg'imizning fasili edi. Ashu yerdan aylanib kelganda avu dungni ko'rdingmi? U yerda qator do'lana, ujma daraxtlari bo'ladigan. Ashu yergacha kiratdi. Ashu kengri tuproqda buvanglar, biz va sizlar yashagan. Qarg'ina, u tarpi suv, bu tarpi munbat tuproq. Nima degan kelishgan zemin bu?" degan edi. Shu kun ko'z oldimga kelsa, yuragim siyqiraydi. Dadam yana:
Balam, milliy armiya jangchilari urushqa atlanishdan burun bu daryoning bo'yida Abdumutaliq buvanglar ularning namozini tushratdi. Sepda 15 yoshlik bolalarmi, yosh va o'rta yoshliklarmi bor edi. Ularning izlari mush yerga tushgan. Eli daryosi hammaga guvoh. Bu ulug' daryoning suyi mangu uzilmaydi balam, degan edi. Altın to'y xotiri kuni o'tib, atis dadam bilan hovlimizda oqadigan o'stang bo'yida yana birdan paranglashdim. Dadam menga: "Balam, tunugun menga nurg'un ishlarni eslatdinglar. Kechida bir tush ko'ribdiman. Muni suvadan teraklarga nayt ko'p yovuq qushlar qo'nib, jahonni beshiga kiyib cho'qirishayotgandek. Qo'g'lisam yana aylanib kelibog'idek. Shu chog'da kun chiqib, atrofni nurg'a to'ldirg'idek. Yovuq qushlar shu hamon uchib ko'zdan yo'qolg'idek. Zolimlarning makoniga qaytadigan kunlarga oz qoldi balam", dedi va qo'llarini duoga ko'tarib, yuzini asta sepdi. Dadamning bu ajoyib tushuni hadis singillarimga, do'stlarimga ko'p qitim aytib bergan edim. Keyin dadam og'rib yetib qoldi. Uni ko'rgili borganimda dadam meni ko'rib qo'llarini yana so'zdi, lekin egiz ko'tarolmadi. Jiroqlarni ko'rsatolmadi, qo'limni tutdi. Ikki ko'zidan lo'mmida oqqan ikki tomchi yosh yostiqqa singib ketdi. Lavlari unsiz qimirladi. Balki u menga: "Balam, ruhingni tushirma. Eli daryosi mavjudligimizning guvohchisi. Mening tinig'im uzilgani bilan uning uzilmaydi. Mangu qurimaydi. Menmi Eli daryosi bilan, sizlar bilan, avlodlarim bilan yashayman", deyotgandi. Dadam bilan Eli daryosi bo'yida mungdashqinim oxirgi mungdashish bo'lib qoldi. Shu kuni 1995-yili sentyabrning 22 kuni juma kech soat 12:05 qolgan chaqda mening dadam chaqnab turadigan qo'ng'ir ko'zlarini abadiy yumdi. Buyuk armonlar bilan qo'lga qoral olgan dadam, g'albining bo'sug'isidan qaytqiniga bir umr hasrat chekkan dadam, 8 balani bu dunyoga opiridi qilgan, o'zi chuchuli bo'lg'uchi ko'yish badaliga yoshlig'ini, hayotini otliq mehriga qo'shib bizga otib etgan suyimlik dadam Abdulhaq Abduvali Kamal bu dunyodan ketdi. 51 yillik mustahkam oila qurganimizning to'riga o'rildi. Apam bilan birga tikkan, ko'klatgan oila daraxtimizning tubida apam yolg'iz qoldi. "Dada" deb faryod qildim. Ko'z yoshlarim yomg'irdak quyildi. Dadam ko'zini ochmadi. Bu qurlarni yezayotganimda apam hadis singillarim bilan oxirgi tiniqlarini ilayotgan dadamning beshida amalsiz o'ltirganim. Asta muzlayotgan yuzlarini silab, isitmoqchi bo'lganim yodimga yetdi. Shu kuni tong atqicha yig'labdiman. Saharda yig'lab o'ltirib, dadamning janoza namozi uchun bag'aq yezayotdim. Dadamning jiyan inisi Ishaq Kamal yonimga keldi. Beshimni siladi. Cho'nqur tinib olib menga: "Yig'lamang ukam, dadangiz botir jangchi. U janglarda dushmanni o'ltirgan, aziz beshini saq ilib kelgan g'ozilarimizdan biri edi. Dadangizning talay botir sabdoshlarining teni dalalarda qog'i quzg'unlarga yem bo'ldi. Akamni at xalqimiz hurmat bilan u dunyoga uzutdi. Sabr qilayli", dedi. Mana bu yil suyimlik dadamning tug'ilganiga 100 yil. Baqi dunyoga ketganiga 26 yil bo'ldi. G'urur va vijdon bilan yashagan dadamni, millat ozodligi uchun bosqinchi dushmanga qarshi qo'liga qo'ral elib, jangga otlangan qahramon dadamni har doim seg'inaman. Aziz dada, bolalaring senga o'xshashla g'urur ham vijdon bilan yashamoqda. Xotirjam bo'lgin. Mushundaq tasallilarni aytib, o'zimni azobdan qutuldirmoqchi bo'ldim. Ishaq akamning kuchlik tasalli so'zlari yodimga keldi. Beshimni ko'tardim.